Tasavvur qiling, qo'lingizda reklama uchun pul yo'q, lekin siz onlayn kurslarni sotmoqchisiz. Bunaqa holatda nimani, qanaqa qilib, qayerdan boshlashni bilmaysiz. Tanish holatmi? Shu kabi holat bizda ham bo'lgandi va biz deyarli 0 budjet bilan atigi 10 kun ichida 7700 ta Tripwire mini kurs sotishga erishganmiz. Bu kes 2024-yil sohadagi top ekspertlardan biri Barnard Dietolog bilan 7 kunlik ozish challenge'ida bo'lgan. Adashmasam, o'sha vaqt bu kesimiz aynan Tripwire yo'nalishida sohadagi rekord darajadagi sotuvlardan biri bo'lgandi va juda ham ko'pchilik aynan shuni razborni so'rashgandi, lekin shu bugunga so'nggi qilishlik nasib qilgan ekan. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanaqa qilib deyarli 0 budjet bilan bunaqa natija qilganligimizni qadamma-qadam ochib tushuntirib berishga harakat qilaman. O'zi kim bu bola deb ikkilanayotgan bo'lsangiz yoki birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zimni qisqacha tanishtiraman. Ismim Komronbek. 4 yildan beri ta'lim loyihalari bilan shug'ullanaman va hozirgi kunda ko'pchilik tanigan Abror Ahmedovni doimiy prodyuseriman. Ya'ni umrbodli shartnoma asosida hamkorlik qilamiz. Oddiyroq qilib aytganda, o'zini sohasida mutaxassis insonlarni ijtimoiy tarmoqlarni yurgizib, ularni to'liq onlayn kurslarni shakllantirib, sotuvlarni qilib berib, undan tashqari to'liq platforma, metodologiyani tuzib chiqib va shu orqali ularga prodyuserlik qilib hamkorlik qilamiz. Shu bilan birgalikda Zapskdan tashqari SMM va marketing yo'nalishida ham bizning keyslarimiz bor. Pastda ularni qoldiraman, tanib chiqishingiz mumkin. Yuqorida aytgan ekspertlarim bilan bir necha milliard so'mlik sotuvlarni amalga oshirganmiz. Ko'pchilik biladi, infobiznесda juda ham ko'plab varonkalar bor. Ko'pchilik bilgan webinar varonkasi bor. Hozirgi kunda VSL yaxshilayapti. Prograflar orqali, donatorlik orqali sotuvlar qilsa bo'ladi va biz juda ham ko'pini shaxsan o'zim test ko'rganman. Aynan webinar varonkasi zo'r varonka. O'zimiz har doim ishlatamiz. Masalan, Abror Ahmedov bilan bitta webinar o'zida $90,000 atrofidagi sotuvlarni amalga oshirganmiz. Undan tashqari Halid Abdurahmonov degan ekspert bo'lgan. Ular sohada deyarli taniqli bo'lmagan paytlarda ham blogerlardan donatorlik qilib, blogerlarni o'zida prograf qilib, ya'ni 3 haftalik prograf bilan aynan Halidada salkam $20,000lik sotuvlarni amalga oshirganmiz va shu kabi ko'plab varonkalar test qilganmiz. Lekin aynan shu 7700 ta Tripwire kursimiz ko'pchilikning e'tiboriga tushgan. Sababi bu yoqda deyarli 0 budjet bilan boshlasa bo'ladi va Tripwire'ning ma'nosi o'zini qoplaydigan varonka. Ya'ni deyarli investitsiyasiz ham aynan shu varonkadan foydalanib, yuqori daromad qilsa bo'ladi. Bu keysni Instagramga olib chiqib, natijalar bilan bo'lishganimda Isoxon aka degan arab tili ustozi bor edi. Ular menga aloqaga chiqqanlar, birinchi konsultatsiyani sotib olganlar, konsultatsiyadan keyin meni kuratorligimga olganlar va ular ham aynan o'zlarining yo'nalishlarida, ya'ni arab tili yo'nalishida o'zlari ekspert bo'lib, shu varonkani ishlatib ko'rganlar va ularda ham bu narsa o'xshagan. Lekin ularda 7700 ta emas, deyarli ularda ham katta budjetlarsiz 1000 ta mini kurslarni sotishga muvaffaq bo'lganlar. Yuqorida aytganimdek, bu loyihada kuratorlik qilganman. Kurator kim desanglar, loyihani to'liq strategiyasi, varonkalarni tuzib berib va jarayonni nazorat qilgan inson deyiladi. Nima uchun bu keysni ham qo'shib aytmoqman? Sababi bu varonka deyarli hamma nishada ishlaydi, faqat to'g'ri olib, to'g'ri ishlatishga kerak bo'ladi. Agar qanaqa qilib bu narsani qilishingizga qiziqayotgan bo'lsa, sizni tabriklayman. Sababi aynan shu videoda Tripwire'dan to'g'ri foydalanishingni ketma-ketlikdagi qadamlari va undan tashqari o'zim ishlatib chiqargan xulosalar bilan bo'lishaman. Shu vaqtgacha bu keysda atigi bir marta yopiq pulli tadbirda kichik razbor qilib bergandim. Ya'ni unda ham to'laqonli emas, kichkina razbor qilib bergandim, nimalar qilganligimiz ketma-ketligini. Lekin bu videoda to'laqonli razborda siz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Eng qizig'i pulga emas, bepulga ko'rib, birinchilardan, aynan razbordan xabardor bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bu bepul darslik kimlar uchun? Avvalo, reklama uchun katta investitsiyasi yo'q, lekin zapus qilishni xohlovchilar uchun, yokida ekspertida katta investitsiya qilish qobiliyati yo'q, lekin eksperti bilan birinchi sotuvlarni test qilib ko'rmoqchi bo'lganlar uchun, yokida umumiy qilib aytganda, menda obunachilar ko'p emas, meni ko'pchilik tanimaydi deb sotuvlardan qo'rqayotgan ekspertlar uchun. O'zimiz ham aynan shu Tripwire varonkasini tanlashimizga yuqorida aytganlarimdan biri sabab bo'lgan. Ya'ni ekspert bilan investitsiya qilgani katta pulimiz yo'q edi. O'shanda biz deyarli 0 budjet bilan degani nima edi? Shu yerda izoh berib ketaman. $1000 investitsiya qilingandi va shuni biz targetga tikkanmiz. Lekin targetda o'zini bilsanglar parogi bor. Ya'ni qarzdorlik beradi. Facebook'da $900 qarzdorlik berardi va birinchi kun o'zidan sotuvlar ishlab ketib qolgan. Va shu holatda, ya'ni o'z bu narsa rejalashtirilgandi. Ya'ni sotuvlar tushib, birinchi kunda o'zidan tushgan pulni qaytadan targetga tikib, o'zimizni oqlab ketgan va o'sha $1000 da ham qaytarib joyiga qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni tikilgan pul ishlatilmagan.
Facebook qarzdorlik hisobiga tushgan pullarni o'ziga oborot qilib va tushgan daromadimizni nima desa bo'ladi, jamoadoshlarga va undan tashqari tashkiliy momentlarga xarajat qilib biz to'liq baronkani qoplaganmiz va deyarli birga bir holatda foydada chiqqanmiz. Agar tayyor bo'lsangiz, razborni boshlaymiz. Tripwire baronkasini tanlashligimizga yuqorida aytganlarimdan biri sabab bo'lgan. Ya'ni biz ham loyihaga investitsiya qilgani deyarli pulimiz bo'lmagandi va shu baronkani tanlaganmiz. Tushunuvchilar uchun nima uchun deyarli nol budjet davomman. Kursimiz narxi 47 ming so'm bo'lgan. O'sha vaqt hisobida adashmasam 306 yoki 308 dollar atrofida bo'lgan bitta kursimiz narxi, ya'ni bitta odamning obuna bo'lish narxi va bizning sotuvlarimiz adashmasam 2-2,5 dollar atrofida bo'lgan. Birinchi sotuvlar даже 2 dollarga ham chiqmagandi o'sha vaqtda. Nima degani bu? Har bir mijozga deyarli 2 dollar atrofida pul sarflab 308 dollar qilib qaytib olganmiz va shu tartibda tushgan pulni o'ziga ishlatib sotuvlarni ko'paytirib borganmiz. Va adashmasam o'sha vaqtda birinchi kunning o'zida 1000 ga yaqin sotuvlarni amalga oshirgandik. Ko'p cho'zib o'tirmayman. Agar sizga bu keysimiz qiziqayotgan bo'lsa, razborda boshlaymiz. Video davomida to'liq nimalar qilganligimizni qadamma-qadam tushuntirib beraman. Ekraningizda ko'rinayotgan bo'lsa kerak, bu yerda Telegramda screenshot qo'yilgan. Bu yerda 7795 inson aynan challenge-ga qo'shilgandi va 7700 atrofida deyilyapti. Sababi ichida jamoadoshlar bo'lishi mumkin. Demak, takriban 7700 inson challenge-ga qo'shilgan. Demak, bu natijaga erishishimizda bizda asosiy 4 ta qadam bor. Bular qaysilar desanglar, birinchisi bu analiz bosqichi. Eng muhim bosqich aynan shu. Aynan istalgan loyihani muvaffaqiyatli bo'lishligida analiz bosqichi muhim hisoblanadi. Agar 4 tadan eng muhimi qaysi desangiz ham, analiz bosqichi eng muhim deb aytgan bo'lardim. Hozir ichiga birma-bir kirib chiqamiz. Keyingisi bu metodologiya, ya'ni biz qanaqa formatda, kim uchun, nima maqsadda kurs sotyapmiz, kurs konsepsiyasi nimalardan iborat bo'ladi. Shu narsa muhim. Keyingisi bizda marketing bo'limi, ya'ni ichiga content marketing, influencerlar hammasi kiradi va oxirgisi bizada sotuv qismi. Ya'ni biz pullarni qay tartibda tushirib olamiz. Demak, hozirgi bepul darsligimizda shu 4 ta qadamni birma-bir ichiga kiramiz. Yuqorida aytganimdek, loyihalarni muvaffaqiyatli bo'lishligida eng muhim omil bu aynan analiz bosqichi va biz bu yerda Tripwire uchun Job CV-dan va SWOT analizini o'tkazganmiz. O'zi aslida analiz turlari ko'p va bu yerda aynan Tripwire uchun ishlagan eng yaxshi instrumentlarni tushuntirmoqchiman. Job CV-dan xabar yo'llar uchun qisqacha tushuntirib ketaman. Demak, Job CV-dan maqsadi mijozlarni harakatga keltiradigan orliqlari va xohishlarini o'rganishlik. Ya'ni analiz turlari ko'p va aynan Job CV-dan aynan shu uchun ishlatiladi. Va bizning maqsadimiz masshtabni, ya'ni ko'plab insonga Tripwire holatda sotishlikni o'ylaganligimiz uchun aynan Job CV-dan o'tkazganmiz. Va yana oddiyroq tushuntirganda, Tripwirening ma'nosi ham shu. Ya'ni insonlar o'ylab o'tirmasdan sotib olishini ta'minlashlik. Va shu holatda biz Job CV-dan 2 qismga bo'lib o'tkazganmiz. Bular qaysilar deganda, birinchisi bu Job CV-dan interview va ikkinchisi Job CV-dan questions. Buni nima farqi bor ikkalasidan bir-biridan? Xo'p, Job CV-dan interview nima deganda, bu biz ko'ngillilar bilan suhbatlashib, ularni xohishlari va muammolarini o'rganamiz va eng ko'p takrorlangan so'zlarni kalit so'z sifatida saqlab olib va ko'plab insonlar bilan ularni tasdiqlab olamiz. Ya'ni Job CV-dan yana ham yaxshi o'tishlik uchun Job CV-dan o'zini 2 qismga bo'lganmiz. Demak, biz intervyuda 10 ta ko'ngillik kerak edi. 10 ta ko'ngillik bilan suhbat e'lonini qilgandik, lekin bizga 630 dan ortiq inson ro'yxatdan o'tgan, aynan suhbat yozilishi uchun. Endi bu narsa qanaqa qilgan desanglar, yana tushuntiraman bu narsani ichiga kirib. Demak, biz ekspertimizni ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni qayerda aktivlar bo'lsa, o'sha yerda link beramiz. Aynan ekspert bilan, ekspertning jamoadoshlari bilan suhbat o'tkazilayotganligi haqida va suhbatda o'zini qiynayotgan savollarni berib yoki o'zini xohishlari bilan o'rtoqlashib va o'zining muammolarini aynan suhbat jarayonida, balki suhbatda ololmasa, keyinchalik bepul darslar ko'rinishida javob olishga mumkinligini aytamiz va shu orqali biz ko'ngillilarni saralab olamiz. Agar siz aytishingiz mumkin 630 mana chiqmaydi desangiz, bu muammo emas. Sababi 10 ta yoki 20 ta ko'ngilli yetarli. Buning uchun sizda 10 ta ko'ngilli auditoriyaz bo'lsa kifoya qiladi. Agar o'sha ham bo'lmaydigan bo'lsa, sohaga oid insonlarni chaqirib, ular bilan intervyu o'tkazsangiz bo'ladi. Demak, biz 630 insonni qanaqa saralab olganmiz desak, oddiy, juda ham oddiy Google form orqali. Bu narsani ko'rsatib ketaman. Mana bu yerda ko'rishlar mumkin. Ya'ni biz Google forma tayyorlaganmiz. Google forma ham juda ham oson. Bunga 5 daqiqa vaqt ketmagan. Salohasidan o'zi ma'lum. Bana dietolog bilan Zoom orqali suhbat qilishlik va qoldirgan javoblar orqali biz 10 ta obunachi bilan suhbatlashamiz deb aytgandik. Bu yerda muhim narsalar nima? Ismi, telefon raqami, yoshi
va bu yerda biz vaznni so'raganmiz. Sabab nima deganda, bizning asosiy maqsadimiz insonlarni ozdirishlik va bizda bir xil toifadagi nima desa bo'ladi, insonlar emas, ya'ni bir xil vaznga ega insonlar emas, har xil toifadagi insonlar bilan suhbatlashish qiziqroq bo'lgan. O'shuning uchun vazniga qarab filtr qilganmiz. Undan keyin oxirgi savolimiz suhbatda qanaqa muammoga yechim topmoqchisiz deb ochiq savol qoldirganmiz va bu narsa nima uchun kerak degani, aynan shu savolga qoldirgan javobiga qarab biz ularni saralab olganmiz. Ya'ni ular o'zi aslida qanaqa muammosi bilan kelyapti, o'zi atigi 10 ta joyimiz bo'lganda, bir xil muammoli insonlar bilan emas, har xil muammoli insonlar bilan gaplashishlikni o'ylaganmiz va bizada 630 ta inson ro'yxatdan o'tgan. Demak, 630 ta inson bilan suhbatlashib, biz o'zimiz uchun keywordlar to'plab olganmiz va o'sha keywordlarni biz keyin kattaroq auditoriyada test ko'rganmiz. Demak, yana ham oddiyroq tushuntiraman. Nima degani bu? Bizda demak gipotezalarimiz bor. Gipoteza nima degani bu? Taxminlarimiz. Ya'ni aynan ozishlikni biz ularga nima desa bo'ladi, offer sifatida bermoqchimiz, lekin nima uchun ozishligi bizga qiziqroq bo'lgan. Ya'ni biz boshida ochiqcha aytaman, o'zimda ham shu narsa bo'lgan. Bu ko'proq ayollar uchun bo'lganligi uchun o'zimizcha o'ylaganmiz. Endi ayollarning asosiy ozish uchun maqsadi bu eriga chiroyli ko'rinishligi yoki shu kabi muammolar bor deb o'ylagandik, lekin aslida unaqa bo'lib chiqmagan. Bu narsa xohishlar orasida pastroqda turgan va o'sha taxminlarimiz to'g'rimi, noto'g'rimi aynan biz intervyuda birinchi navbatda taxminlarimizni kichik tasdiqlab olamiz. Endi bu narsa 10 ta insonda tasdiqlangan bo'lsa, endi ko'proq insonda aynan Google forma orqali savollar berib, ochiq savollar berib, shu orqali ko'proq inson bilan biz bu narsani yana ham tasdiqlab, qaysi ma'noda aniq javoblar olishligiga muvaffaqiyat bilan aniq javoblar olishligiga erishishimiz mumkin bo'ladi va shu narsani biz job suidan questions deb aytamiz. Demak, biz nima qildik? Kalit so'zlarni oldik va shu narsani biz aynan forma ko'rinishiga keltirdik. Formani hozir ko'rsataman, tushunib olasizlar. Bu ham qiyin narsa emas. Demak, formani bizda 1,5 mingdan ko'proq inson to'ldirdi, ya'ni shu formada ishtirok etdi. Bu narsani ochib ko'rsataman sizlarga. Demak, bizda qanaqa bo'ldi deganda, demak, forma beryapmiz va formani to'ldirganligi uchun biz ularga bepul darslik sovg'a qilyapmiz. Ya'ni shunchaki to'ldirib berishmaydi ular. 600 inson suhbatga yozilgan bo'lsa, 1,5 mingta bo'lganligi sababi bu yoqda qo'shimcha gayd berilyapti, ya'ni so'rovnomada qatnashganligi uchun va biz so'rovnomada o'sha intervyuda olgan keywordlarimizni qo'yib tasdiqlab olganmiz. Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Aynan mijoz portreti, ya'ni ular kim, necha yoshda, qayerdan kuzatyapti, qanchalar kuzatyapti va shu holatda mana semizlik sizga qanaqa muammolar olib keldi degan savol beryapmiz va bu yerda tanlash imkoniyati berilgan. Bir necha variantda tanlashingiz mumkin. Va shu holatda biz ularni nima muammolarga olib kelganligini bilib olib, shu narsani biz yechimini offerlarga qo'shib, challenge'imizga qo'shganmiz. Tushunarlimi? Mana bu yerda hozir ko'rsataman bu narsani ham. Bitta muammosi bor va uni yechimi challenge'da borligini aytib, biz sotuvlarimizni yana ham osonlashtirishimizga muvaffaq bo'lganmiz. Demak, undan tashqari mana to'liq savollar bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ortiqcha vaznga nima sabab bo'lgan degan savolimiz bor. Ya'ni nima uchun ular o'zlarini semirib ketyapman deb o'ylashayapti. Undan tashqari shu ortiqcha vazndan xalos bo'lish uchun ular nimalar qilib ko'rdi, masalan, to'g'rimi? Shunday savollar berilyapti. Mana qanaqa natijaga erishmoqchisiz degan narsa. Ya'ni ozmoqchisiz, ozganingizdan keyin qanaqa natija bo'ladi deb o'ylayapsiz degan savolga sinonim bu narsa. Bu yerda javoblar bor. Masalan, energiya to'lib yurmoqchiman. Ya'ni hozir ortiqcha besim bor. Shu narsadan ozod bo'lsam, energiya to'lib yuraman deb o'ylayapti. Tushundingizmi? Yokida to'g'ri ovqatlanishni amalga oshirmoqchiman degan javoblar bor. Ya'ni nima demoqchiman? Demak, shu to'g'ri ovqatlanishga erishib, men ortiqcha vazndan xalos bo'lishim mumkin degan gipotezalarimiz bor edi. Shu narsani tasdiqlash uchun biz so'rovnoma chiqarganmiz va bu yerda bizda aniq javoblar kelgan. Ya'ni 1,5 ming insonlar tasdiqlaganimizda Google Form o'zi bu narsani tayyor qilib beradi. Ko'rishingiz mumkin. Mana qanaqa muammolar olib keldi deganda eng katta ularga diskomfort tug'dirayotgan narsa bu tashqi ko'rinishlikni o'ziga yoqmasligi. Yuqorida aytib o'tgandim, mana gipotezam shunaqa edi. Даже hamkasblar ham shu narsani ko'p aytayotgandi. Ya'ni gipotezani oldiga surganimda ayollarning asosiy o'ziga yoqmasligi sababi, ya'ni semizligini o'ziga yoqmasligi sababi turmush o'rtog'i yoqmay qolishidan qo'rqishi deb o'ylardim. Lekin aslida unaqa emas ekan. Aslida ular o'ziga yoqmaganligi uchun diskomfort his qilar ekan. Va shu yerda mana mingdan ortiq inson aynan shu javobni belgilar ekan. Ya'ni 70% dan ortiqroq inson o'ziga yoqmasligi uchun qanaqadir diskomfort his qilyapti va ikkinchi o'rinda bu yerda mana charchoq va holsizlik. Ortiqcha vazn tufayli qanaqadir energiyangiz yo'qmi, charchab qolyapsizmi yokida ya'ni ozib energiya to'lib yurish xohlaysizmi degan
offerlar qo'shilish boshlaydi. Nima demoqchiman? Jobs to be done'ni asosiy maqsadi shuning uchun qilingan. Bu yoqqa har biriga bitta-bitta to'xtalib o'tirmayapman. Yana bittasini aytib ketaman mana bu yoqda. Nima sabab bo'ldi deb aytganimizda, ko'pchilik bu yerda noto'g'ri ovqatlanganim uchun deb aytyapti va biz challenge'imiz ichiga shu narsani qo'shganmiz. Qanaqa qilib to'g'ri ovqatlanib ozish mumkin degan offer berganmiz. Tushunarligi? Bu narsa nima degan narsa? Yuqorida aytdim, insonlarni harakatga keltiradigan sabablar. Ya'ni vesi bor insonga aytsangiz, masalan, vesi bor inson ko'z oldingizga keltiring, tushunib turibsiz, u noto'g'ri ovqatlanganligi uchun ortiqcha vazn bor deb o'ylayapti. Aslida shunaqa bo'lishi ham mumkin va shu ortiqcha vazn unga energiyasini kamayishga sabab bo'lyapti deb o'ylayapti. Va shu holatda siz u insonga aytyapsiz: ortiqcha vazn tufayli energiyangiz kammi? To'g'ri ovqatlanib, vazningizni to'g'ri holatga keltirib, energiya to'lib yurish xohlaysizmi deb offer bersangiz, ular beixtiyor ha deb javob beradi. Tushunarligi? Bizni ham varonkamiz aynan shu ustiga qurilgan. Ya'ni hozir qadama-qadam tushuntiraman. Aynan shunaqa offerlar ustiga qurib, sotuv jarayoni tezlashtirilgan va qisqa muddatda ha degan javob olishimizga sabab bo'lgan. Demak, men uchun tushunarli bo'ldi. Aynan jobs to be done'ni maqsadi nima uchun qilganligimiz, jarayonni ham qisqaroq bo'lsa ham tushuntirishga harakat qildim. Agar har bir bosqichga bundan ham chuqurroq kiradigan bo'lsam, darsligimiz uzunligi juda ham uzun bo'lib ketib qoladi. O'shuning uchun qisqaroq, muhimroq joylarni tushuntirishga harakat qilyapman. Keyingi analiz bizda bu SWOT produkt degan narsa. Ya'ni digital sohadagilar ko'pchilik biladi bu narsani. SWOT degan narsa bor. Ya'ni SWOT produkt deyilyapti. Produktni nima desam, afzalliklari va uni kamchiliklari va shu afzallik orqasidan, ya'ni qulayliklari qanaqa keladi. Ya'ni bitta uni ustunligi borki, shu ustunligini qanaqa qilib ishlatsak bo'ladi. Bu birinchi navbatda marketing taraflama, to'g'rimi? Konkurentlardan nima bilan ajralib turibmiz degan narsa. Keyin holatda nima kamchiligimiz bor bizning produktimizni va shu narsani biz qanaqa yopsak bo'ladi. Yoki shunaqa vazirjeniya bo'lib qolsa, aynan sotuv paytida biz qanaqa uni nima desa bo'ladi, yopib bera olamiz. Shu narsa uchun biz SWOT produkt qilamiz. Ya'ni produkt sotib olayotgan paytida mijozlar ikkilanib qolmasligi uchun produktimiz kuchli tomonlaridan foydalanib, shu narsani oldiga suramiz. Zaif tomonlarini bo'lsa, o'sha narsani imkon qadar yopib, o'sha o'rniga yana boshqacha offerlar berib, insonlarni shu nima desa bo'ladi, o'z zaif tarafi imkon qadar qilmaslikka harakat qilinadi. Agar bo'lsa ham shu tartibda yopib, sotuv jarayonini tezlashtirishga harakat qilamiz. Nima uchun bu narsani aytyapman? Ya'ni aynan tezroq sotib olish haqida aytyapman. Sababi yuqorida ham aytdim, Tripwire varonkasi shuni ustiga quriladi. Ya'ni insonlar ikkilanib o'tirmasdan tezda qaror qabul qilishi kerak. Bo'lmasa siz maktablasha olmaysiz. Keyingi bosqichlarda aynan qadama-qadam kirganida yana ham to'liqroq tushunib olasiz. Ikkinchi muhim bosqich bu metodologiya deyiladi. Nima uchun metodologiya muhim? Bizda demak bir necha kurs formatlari bor. Aynan aytganimdek, biz hozir Tripwire kursini razbor qilayotgan bo'lsak, bizda bir necha kurs formatlari bor. Bular core kurslari bo'lishi mumkin, flagman kurslari yoki upsell, downsell produktlar bo'ladi. Bir necha kurslar bor va qaysi formatda, qanaqa kursda formatdan foydalanishimiz kerak. Ya'ni qaysi varonkaga qaysi format yaxshi tushadi. Undan tashqari biz umumiy qilayotganda ta'lim sohasi vakillarimiz insonlarga aytayotgan natijamizga qanaqa ketma-ketlikda olib chiqamiz. Ya'ni biz aynan ozdiramiz deyamiz. Qaysi ketma-ketlikda olib chiqamiz, shuni ketma-ketlik qadamma-qadam rejasi, kurs konsepsiyasi umumiy qilayotganda metodologiya deyiladi. Demak, biz nimaga e'tibor berganmiz metodologiyada? Menimcha videoni boshida aytdim. Tripwire kursi bu asosiy kursni sotish uchun ishlatiladi. Agar bunaqa narsa bo'lmaganda edi, bu Tripwire demagan bo'lardik. Ya'ni nima degani? Tripwire ma'nosi qisqa muddatda sotuvlarni amalga oshirib, o'zini-o'zi okkupatsiya qilib, keyin shu tushgan pulga asosiy kurslarni taklif qilishligimiz. Ya'ni bor auditoriyaga, ya'ni Tripwire'dagi bor auditoriyaga upsell sifatida yoki keyingi kurs sifatida asosiy kurslarni taklif qilishimizni Tripwire desak bo'ladi. Agar bu narsa bo'lmaganda edi, bu core kurs yoki asosiy flagman kursimiz bo'lib qolgan bo'lardi. Demak, bizda asosiy maqsadimiz, aynan challenge qilishdan maqsadimiz, Tripwire qilishdan maqsadimiz, bizda asosiy flagman kursimiz bor va uning nomi mukammal qomat deb nomlangan va uni davomiyligi 1 oy davom etadi. Va biz videoni boshlab aytdim, aynan shu kursni sotishlik uchun katta investitsiya bo'lmaganligi uchun Tripwire'dan foydalanganmiz. Demak, maqsad bizda mukammal qomat degan kursni sotishlik edi va biz o'sha holatda Tripwire'ni ishlab chiqqanmiz. Tripwire format qanaqa? Asosiy kursimiz 1 oylik bo'lsa, bundan 3 barobar qisqaroq kurs. Tushunarligi, 3 barobar qisqaroq bo'lganda 7 kunga sig'diramiz. Demak, Tripwire'da biz asosiy kursdan 3 barobar qisqaroq muddatda kichkinaroq natijani etib, aynan shu produkt taklif qilyapmiz. Ya'ni nima deganda 7 kunda 7 kilogacha ozish degan
offerni beryapmiz. Asosiy kursda bo'lsa 7 kilodan ko'proq yoki adashmasam 40 kilogacha ozishlikni offerni bergandik. Demak, biz 7 kunda 7 kilogacha ozish nomli challenge'imizga qo'shilishlikni pulli qilyapmiz. Aynan shu challenge davomida biz 7 kun davomida mini kurs beramiz. Ya'ni 7 kun davomida video darslar beramiz va o'sha holatda, o'sha darslarga amal qilgan holatda odamlar vazn tashlashligi mumkin bo'ladi. Demak, biz katta kursimizni sotishligimiz uchun aynan shu 7 kunlik challenge-ni Trivers sifatida foydalanganmiz. Endi shu joyga kelganda sizlarga tushuntirib ketmoqchiman. Aslida Trivers nima uchun aynan shu narsadan foydalanish kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak, shu narsani tushuntirib ketmoqchiman. Nimaga deganda, ko'rayotganlarning aksariyat qismi balki digital soha vakillari bo'lishi mumkin yoki oldin aynan infobiznesni turli varonkalardan foydalangan bo'lishi mumkin. Aynan Trivers bilan boshqa varonkalar deyarli bir-biriga o'xshash. Ya'ni qanaqa deganda, u yerda ham lead tushirasizlar, u yerda ham sotuv bo'ladi, u yerda ham target oladi. Ya'ni texnik qismlar deyarli bir xil. Lekin aynan shu Trivers qilgandan keyin bozorda e'tibor bergan bo'lsanglar, 2024-yildan beri bozorda ishlayotganlar bo'lsa biladi. Triverslar o'rtada bir trendga chiqdi, ko'pchilik foydalandi va srazi bozorda shu narsa yo'q bo'lib qoldi. Nimaga deganda, ko'pchilik o'zim keldi, men shu joyda aytib ketmoqchiman, to'g'risini aytaman, men blogimda ham oldinroq shu narsani olib chiqqanimda blogimda so'raganda razbor qilib beraman degandim, keyin qilmagandim. Keyinchalik oldindan kelib so'raganlarga qilishga shoshmasligini aytgandim. Sabab nima deganda, ko'pchilik Triversning mohiyatini tushunmaydi. O'shuning uchun tushunmaganligi uchun xato qilib qo'yishadi. Aytganimdek, varonkalar deyarli bir xil, qanaqa target yonyapti, lead tushyapti, sotuv qilyapti. Bu yerda deyarli qiyin narsamiz yo'q. Analizlar ham deyarli bir xil bo'lyapti, lekin aynan Trivers mohiyati o'zgaryapti. Tushundinglarmi? Webinar formatida asosiy kursimizning mohiyati boshqacha bo'lganligi uchun boshqacharoq offerlar beriladi. Triversda bo'lsa, boshqacharoq offerlar berishlik kerak. Aynan hozir shu narsani ko'rib chiqamiz. Demak, Trivers kursi asli nima? Keling, shu narsadan boshlaymiz. Trivers deganda sizlar tushunishni xohlagan bo'lardim. 3 ta asosiy narsa. Demak, nima degani bu? Yuqoridan aytdim. Trivers kurs degani bu odamlarni jalb qilish uchun arzon kurs. Shu narsani tushuninglar, mana odamlarni e'tibor tortib olishinglar kerak birinchi navbatda. Qanaqa qilib deganda, qiymat balandroq, lekin qiymatga nisbatan arzonroq kurs taklif qilyapsizlar. Mini kurs. Shu bilan birgalikda hamma offerlar berilmayapti, qiymat ozroq bo'lyapti, lekin asosiy ustunligi bu yoqda hamyonbop bo'lganligi uchun Trivers deyilyapti. Odamlar sizdan bir marta bo'lsa ham sotib olsin va sizga ishonish boshlasin. Yuqorida dars boshlab aytdim, kimlar uchun deganda, auditoram yo'q yoki odamlar menga ishonmaydi degan insonlar aynan shu varonkadan foydalansa yaxshiroq bo'ladi. Inson akani Instagram kirsalarim ham bo'ladi. O'sha vaqtda adashmasam 2000 ta atrofida edi Instagram podpischilari, lekin 1000 dan ortiq mini kurs sotganlar. Ya'ni obunachini deyarli yarmi desalar noto'g'ri narsa. Sababi stories ahvatlari 200 taga ham bormasdi. Analizdan zo'r o'tkazib olganmiz. Tushunishlar uchun analiz qilayotgan paytlarda storiesdan ko'p chiqmagandan keyin tanishlarga savollar berish boshlaganlar. O'zimiz atrofimizdagi insonlarni o'tkazib, job bilan qilish boshlaganlar. Tushunarli, blogda katta odam bo'lmagan holatda ham biz Triversdan foydalanib, o'sha holatdan keyin Ison akam ko'p aytib berganlar bu narsani. Sohada ko'p arab tili ustozlar tanishib boshlaganlar. Yaqinda mentorlik ham qildilar o'zlari, aynan shu arab tili bozor uchun ham aynan onlayn kurslarni sotishlik haqida o'zlarining keyingi produktini ham chiqardilar. Asosiy sabablardan biri shu deb bilaman men. Nima deganda, Trivers holatda ko'pchilik arab tili ustozlari eshitish boshlaydi. Aynan bozordagi mijozlar ham ekspertda nimadir sotib olish mumkinligini haqida biladi va kurs narxi arzon bo'lganligi uchun sotib olishga ikkilanmasdan risk ko'rishadi va o'shaning ichida qiymat oladigan bo'lsa, ekspertga ishonish boshlashadi. Tushunarli, agar siz ham aynan ekspertiz yoki o'zingizni blogingiz katta bo'lmasa, shu varonkadan foydalansangiz bo'ladi. Endi tasavvur qiling, 7000 ta odam sotish uchun biz necha million ta odamga ahvat qilganmiz. O'sha holat o'zida deyarli sohada balki 50% dan ko'proq, balki 70% dan ko'proq inson siz haqingizda bilish boshlaydi. Demak, bitta vaqtda o'zida ham tanilib olasiz, ham bir marta bo'lsa sotib ko'rasiz va ularning ishonchiga kirib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, Trivers asosiy funksiyasi shu. Endi nima uchun bu narsani aytyapman? Hozir keyingi bosqichda aytaman. Ko'pchilik bu narsani mohiyatini tushunmasdan noto'g'ri ishlatib qo'yadi. O'shuning uchun ham ko'pincha fail bo'ladi. Hozir adashmasam, nimaga ahamiyat berish kerak degan joyda shu narsani to'liq to'xtalaman. Va uchinchi muhim narsa ham alohida yozib qo'yapman. Kichkina arzon bo'lishi kerak, lekin bu qiymatsiz bo'lishi kerak degani emas. Albatta, ichida qiymat bo'lishi kerak. Lekin qiymatda ham berayotganingizda e'tiborli bo'ling. Ko'pchilik xato qilgan joyi shu. Trivers o'zi to'yintirib qo'yadi. Tushunarligi, Trivers o'zi to'yintirib qo'yishi qanaqa? Triversdan keyin asosiy kurs sotilmay qoladi. Sabab Trivers o'zi yetarli bo'ldi insonga natijaga chiqishlik uchun. Tushunarligi?
Endi biz nima qilganmiz degan holatimiz. Demak, Banopada 7 kunda biz 7 kilogacha ozish tushuntirganmiz. Ozdi deylik. Asosiy kursimiz oferi bo'lsa, asosiy muammolardan biri. Ozdingizmi? Endi shu holatda saqlab qoling degan ofer berganmiz. Tushunarlimi? Mana oz oldingiz, ozish tushundingiz mayli. 7 kilo ozdingiz. Endi keling 20 kilogacha ozamiz. Shu bilan birgalikda ana narsani aytdik. Ovqatlanishni bilmaydi degan oferlar bor edi. Asosiy kursimiz ichida bo'lsa, diyetetskiy ovqatlar qilishni o'rgatganmiz. Bu yerga qo'shmanman hozir. Alohida kuxnyaga va oshxonaga borib, studiyaga borganmiz, oshxona formatdagi, o'sha yerdan organik ovqatlar bilan to'g'ri ovqatlar qilishni o'rgatganmiz. Va asosiy kursimiz ichida aynan ayollarni to'g'ri ovqatlanib, nafaqat o'zi, balki oila a'zolarini ham sog'lomlashtirish haqida aytganmiz. Tushunarlimi? Ya'ni challenge-da ozib oldi. 7 kilogacha ozdi. Qanaqa qilib deganda, o'sha 1-2 kun dieta qiladi, masalan, ya'ni oddiyroq qilib aytganda, to'g'rimi? Sport bilan shug'ullanadi. Shu orqali vazn tashiydi, vazn tashiydi. Lekin qanaqa ushlab qolish kerak endi bu narsani? Qayta semirib ketishligi bor. Shuni davomiylik olib ketishligi bor. Endi xo'p, har doim dieta qilib yururmaydi, to'g'rimi? Ya'ni 7 kun davom, necha kundir nimadirlar yemaydi. Bir kun och qoladigan kuni bor masalan. Challenge-da bir kun shunaqa edi. Ya'ni bir kuni ovqatsiz o'tkazishadi, adashmasam. Ya'ni suv bilan o'zi bilan o'tkazishadi. Endi butun umr davomida unaqa yashamaydi, to'g'rimi? Demak, qanaqa qilib shu vazn ushlab qolishligi mumkin. Keyinchalik sog'lom ovqatlanish qanaqa tartib qilishligi mumkin. Bu asosiy kursimiz oferi. Demak, mana yerda kreatin misonni sotganmiz. Screenshot ham bor edi, esimdan chiqdi. 7700 so'm narxi 47000 so'm edi. Kreatin misonni risk qilishga cho'chimasdan to'lashadi va shu holatda ko'rdim, natijaga chiqdi. 47000 so'mga demak men ozorladim, qaysi nimani menda o'xshadi deb turib, endi orqasidan chiqadigan kursi 1 milliondan qimmatroq kurs. Demak, cho'chimasdan 47000 so'mga shuncha narsa olman, demak, katta kursda kattaroq qiymat bor degan holatda kattaroq kursni sotib olish ehtimoli balandlashib ketib qoladi. Arab tilida nima qilganmiz? Shu yerda ham yana ham tushunarli bo'lishi uchun buni ham tushuntirib ketaman. Ya'ni Isoxon akaga kuratorlik qilganda nima qilgandik? Demak, arab tili bo'yicha biz offer berilyapti. Arab tilida o'qish o'rganing degan asosiy kursi bo'lsa, mana arab tilida o'qiysan, qaysi ma'noda grammatikasini o'rganasan, arab tili bo'yicha sifra olasan degan offerlari bor asosiy kursida. Bu to'liq kursi, fragment kursi. Endi Trivia qanaqa bo'lyaptiki, 7 kun ichida arab harflarini o'rganasan degan offer berilyapti. Tushundinglarmi? Ya'ni arab harflarini bilib olasan, bir-biriga qo'shib o'rganib olasan. Endi ko'z oldiga keltiringlar, o'qishni bildingiz. Endi davom ettirishlik kerak, to'g'rimi? Ya'ni arab tilini o'rganishdan maqsad nima edi? Sifra olishligida, ya'ni o'zini tilida aytgan ularni yo'nalishida, to'g'rimi? Ya'ni sertifikat olishligida, qaysi ma'noda arab tilini tushunishligida, lekin o'qish o'zi kifoya qilmaydi. Tushunarlimi? Yana ham universal tushuntirsam, nima qilasizlar sizlar? Demak, odamlarga ularga instrument berasizlar, ya'ni shunaqa instrument berdinglar, undan to'liq foydalanishlik bo'lsa, aynan sizlar kurslarni asosiy qismida o'rgatasizlar. Endi nima uchun bu narsani to'xtalib tushuntiryapman? Bizdan keyin ham ko'pchilik Trivia qildi. Birinchi xatosi narx qo'yishda katta xatolar bo'ladi. Trivia kursini ham ko'rdim. Men o'zim inson bilan gaplashmadim, lekin kuzatganimizda qanaqa deganda juda qimmat qo'yib yuborishadi Trivia kursini ham. Ya'ni Trivia deshadi. Ya'ni ba'zi holatlarda 500 mingdan qimmatlarni ham ko'rdik, 1 million yaqinlarni ham ko'rdik. Ya'ni Trivia deb nomlashdi, balki unaqa maqsad ochishmagandir. Kimdir muhokama qilmoqchi emas. Men nima demoqchiman? Asosiy xatolardan biri shu. Trivia bo'lgandan keyin maktablashga harakat qilish kerak. Va agar sizlar narx qo'yishga kelayotgan bo'lsanglar, qaranglar. 47 ming so'mdan 97 ming so'mgacha qo'yinglar. Agar 47 ming so'mga kelayotgan bo'lsanglar, 17 ming so'mdan boshlab qo'yinglar. 17 ming, 27 ming, 37 ming, 47 ming. Endi nima uchun bunaqa narxlar deganda, narxlar psixologiyasi bor bu yerda, raqamlar psixologiyasi bor. Demak, 5 o'rtacha son bo'lsa, 6 katta eshitiladi. 8-9 bo'lsa, uje qimmat eshitiladi. 7 bo'lsa, o'rtachasi. Tushunarlimi? Yokida aynan 37 ming so'm qilganingiz yaxshi, 40 ming so'm degandan ko'ra, ya'ni 0, 8, 9 da qimmat eshitilib ketib qoladi. O'shuncha 7 raqam tanlayman, ya'ni 40 ming so'mni olgandan ko'ra 47 ming so'm deganim yaxshi. 7 ming so'm bo'lsa ham foydali qoladi. Tushunarlimi? Endi bu narsa katta sifrada, katta summada farq qilib qoladi. O'shuncha agar siz ikkilanayotgan bo'lsangiz, 17 ming so'mdan 47 ming so'mgacha yokida 47 ming so'mdan qimmatroq bo'lsa, 87 ming so'm yoki 97 ming so'm qilishni tavsiya qilaman. Juda qiymati baland bo'lsa, 150 ming so'mgacha. Undan qimmat deb qoladi. Tushunarlimi? Nima uchun narsani aytayotganligimni hozir keyingi qadamlardan tushunish boshlaysizlar. Trivia mohiyatini tushungan bo'lsangiz, endi nima uchun aynan Triviadan foydalanish kerak, shu haqida tushuntiraman. Demak, bizda Trivianing asosiy o'zini nima desa bo'ladi, ustunliklari bor.
Birinchi narsa nima degani? Bu reklama xarajatlarini qoplaydi. Ya'ni ko'pchilik infobiznesda risk qilolmasligining sababi eng katta investitsiyadan biri bu target xarajatlari. Ya'ni ko'plab o'sha jamoadoshlarini, xodimlarini zapускdan keyin pul tushgandan keyin to'lov qilishga ko'ndirsiz bo'ladi. Masalan, production bor, productionda pul tushadi, keyin beraveraman deyishlari mumkin. Targetolog, saytolog yoki sotuvchilarni ham shunaqa gaplashishingiz mumkin. Lekin aynan reklama budjetlari aynan xodim bo'lmaganligi uchun bu yerda Facebookga oldindan to'lashingiz kerak bo'lganligi uchun ko'pchilik shu narsaga investitsiya qila olmay qoladi. Va juda ham ko'p holatlarda target uchun decompose holatda, decompose deganda chiqmoqchi bo'lgan natijaga kerak bo'ladigan aktivlar va aktivlar narxlari bor. Siz masalan necha puldir summa qilmoqchisiz va o'shuning uchun kerakli target investitsiyasi belgilangan bo'ladi. Ya'ni o'sha pul tikasiz, keyin shu natijaga chiqasiz. O'sha holatda ko'pchilik o'shunaqa summalar tika olmaydi. U bo'lishi mumkin, masalan, eng oddiy holatda $1000 dan boshlanishligi mumkin. Lekin hozir $1000 ham tikilmayapti. Ko'p holatlarda $3000, $5000, $10000 tikiladi aynan zapusklar uchun. O'zimiz holatimizda ham $10000 tikkanmiz aynan zapusklar uchun. Tikib kelamiz masalan, loyihalarga qarab. Nima demoqchiman? Bunaqa summalar targetlarga tikishlikni hamma ham nima desa bo'ladi, qilolmaydi. Ya'ni katta summalar bo'lganligi uchun aynan Tripwire shu narsa uchun kerak. Ya'ni target summasini o'zini-o'zi qoplaydi. Ikkinchi muhim narsa bu yerda Tripwire ustunligi bu massiv sota olasiz. Zapusk formatda bo'ladimi, ya'ni webinar formatda bo'ladimi yoki VSlar orqali bo'ladimi, program orqalimi, seminar orqalimi, bunaqa holatda sizda baribir cheklangan joy bo'ladi. Ya'ni nima degani? Siz sotishingiz uchun agar siz massiv juda ham katta miqdorda sotmoqchi bo'lsangiz, juda ham katta masshtabli sizda xarajat kutyapti. Birinchisi bu investitsiyalar, ikkinchisi bu katta xodim, katta jamoa, katta masshtab degani. Tripwire bo'lsa, mini kurs bo'lganligi uchun siz masshtablashishingiz osonroq bo'ladi. Demak, ikkinchi eng katta ustunligi shunda. Eng keyingi narsa nima? Segmentatsiya qila oladi. Nima degani? Bu asosiy ustunligi shu o'zida ko'pchilik shu mohiyatni tushunganligi uchun Tripwiredan foydalanadi. Nima degani? Qaranglar mana. Segmentatsiya nimaga nisbatan? Auditoriya katta bor, siz aytaylik, necha mingtadir obunachingiz bor, lekin siz bilmayapsiz, kim sizdan sotib ola oladi. Tushundingizmi? Kursingiz kimlarga qiziq degan narsa bo'lib qoladi. O'sha holatda ikkilanayotgan bo'lsangiz, Tripwire ishlatib ko'ring. Masalan, bitta ma'lum sohada produkt qilmoqchisiz, shu holatda test qilishlik uchun webinar formatidan foydalanmoqchisiz. Siz targetga pul tikib qo'yasiz yoki analizlardan foydalanib, shundan asoslanib turib, birinchi marta sotuvga katta xarajat qilib qo'yasiz oldindan. Lekin siz bilmaysiz, asosiy auditoriyasi kim? Ya'ni asosiy mijozasi kim? Tripwire bo'lganligi uchun, bu yerda kichkina budjet bo'lganligi uchun investitsiyada targetga qo'yib ko'rasiz, sotib ko'rasiz va sizdan sotib olgan insonlar katta ehtimol bilan keyingi kurslaringizdan sotib olishi mumkin bo'ladi. Va o'sha mini kursni sotib olgan insonlardan xulosa chiqarishingiz mumkin. Ya'ni uni mijoz portretini chiza olasiz. Kim u, nima maqsad sotib olyapti, kasbi nima, qiziqishlari nima? O'sha holatda siz segmentlarga ajratib, keyingi katta kurslaringizni o'sha yerdagi chiqargan tahlillaringizga qarab turib, balki content marketing ishlatarsiz, balki umuman varonka ishlatarsiz. Shunga asoslanib turib, keyin katta kurslaringizni sotishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni oddiy qilib aytganda, mijozlaringizni segmentlarga bo'lib beradi. Keyingi foydali taraflari nima deganda, bu sizga klientik bazani to'plab beradi. Ya'ni sizda asosiy mijozlar bazasi bor, ulardan keyinchalik foydalanasiz bo'ladi. Ya'ni o'sha bazaga SMS yuborasizmi, program qilasizmi, keyinchalik foydalanasiz bo'ladi va bu auditoriya sizga deyarli bepulga kelgan bo'lib qoladi. Va keyingisi bu ishonch beradi, obro' beradi. Boya aytganimdek, odamlar sizdan bitta sotib oldi, demak ishonch biladi deyshadi yoki sohada obro' berishi mumkin. Ya'ni ko'pchilik sizni tanishib boshlaydi va oxirgisi bu ishtaha ochadi. Nima degani bu? Bitta sotib olib ko'rdi, o'xshadi, wow effektini berdi, uje o'ylaydi, yana sotib olishim kerak, hozir buni ham qilib ko'rsam yana yaxshiroq bo'ladi degan tushunchaga keladi. Ya'ni keyin kurslaringizda ham o'z navbatida sotib olish g'oyasiga kelish boshlaydi. Demak, bu bizda nima uchun Tripwire ishlatishimizga asoslar bo'lsa, endi biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak Tripwire'da? Birinchi narsa bu. O'quvchi pul topib, ya'ni pul to'lab sizga foyda olmay qolmasligi kerak. Ya'ni nima degani? Ahamiyat berishingiz kerak. Ular sizga pul to'layapti. Bu arzon bo'ladimi, bepul bo'ladimi? Eng kamida vaqtini voqea qolishingiz kerak emas. Tushundingizmi? Pul to'ladimi, natijaga chiqishligi kerak. Ya'ni Tripwire metodologiyasi shunisiga qurilgan bo'lishi kerak. Istalgan summadan qat'iy nazar natijaga chiqsin. Keyingisi bu upsell formatda bo'lishi kerak. Ya'ni nima degani? Tripwire'dan keyin albatta keyingi produkt chiqishi kerak. Undan teparoqda, qimmatroqga, kattaroq qiymatga ega kurs chiqishi kerak. Tushundingizmi? Bo'lmasa Tripwire mohiyatini yo'qotib qo'yadi. Keyingi narsa nima? Maqsad daromad emas bu yerda. Ya'ni nima degani? Tripwire o'zidan boyib ketaman degan maqsad qo'ymaylar oldinglarga. Bitta narsa aytaman, biz Tripwire'dan tushgan hamma summani
keyingi webinar varonkaga ishlatganmiz. Bu yerda deyarli birga bir foyda qolgan. Bu yerda o'sha narsani biz olib ishlatib olsak bo'lardi, lekin biz yonimizda pul olmaganmiz. O'sha narsani keyingi varonka, ya'ni webinar qilganmiz. Uni ham balki keyin qiziq bo'lsa aytishligi mumkin. Keyin o'sha pullarni tikib biz 62 mingta webinarga odam olib kirganmiz, efirga 9 mingta odam kirganmiz. Agar qiziq bo'lsa, keyin balki uni ham keyinchalik razbor qilib berishim mumkin, lekin bu razborimiz u haqida bo'lmaganligi uchun hozir aynan Trivar haqida tushuntirmoqchiman. Ya'ni nima demoqchiman? Bu yerda maqsad Trivarni olib turib, o'sha pulni daromad manbaida emas, investitsiya sifatida qarash kerak. O'zi nima edi? Boshidan pulimiz yo'qligi uchun Trivardan foydalandik. Demak, pulimiz bo'lganda nima qilardik? Katta kurs sotarmidik, seminar qilarmidik, o'sha narsani qilinglar keyin. Shunga keyin narsa nima bizda? Doimiy qayta aloqa muhim. Trivar sotdinglarni tashlab qo'ymanglar. Doim hech bo'lmasa SMSlar borib turishi kerak. Tushundinglarmi? Kanalda bo'lasizlar, dumalarda tashlab turib, ko'proq aloqada bo'lib turinglar. Audio xabarlar yuborib turinglar. Чтобы o'sha insonlar keyin kursga o'tishligi uchun ular bilan ko'proq ishlashingiz muhim hisoblanadi. Keyingi asosiy narsa nima? Yuqorida ham aytdim. Nima deganda, kursda asosiy offerlarni bu yerda ishlatib qo'ymaymiz. Ya'ni katta kursimizdagi bor narsani bu yerdan ishlatib qo'ymanglar. Bo'lmasa bu Trivar mohiyatini yo'qotib qo'yadi. Ya'ni biz ko'r kurs emas, kichkina kurs chiqaryapmiz. O'shuning uchun iloji boricha kichikroq qiymat beringlar, ya'ni katta kursdan kichikroqni beringlar va katta kursga asosiy offerlarni olib qo'yinglar. Keyingi asosiy narsa nima? Bu asosiy kurs emas, bu asosiy kursni sotish uchun sotuv instrument sifatida qarasanglar bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni bundan olgandan keyin kurs sotib olish kerak. Endi shu narsani tushunganlardan keyin sizlar harakatinglar shunga yarasha bo'ladi. Ya'ni darsdan o'rtasida hook tashlashni boshlaysizlar. Bu narsa o'rgandinglar, lekin bu narsa hammasi emas. Bu narsani to'liq o'rganishing uchun senga balki 1 oy kerak bo'lar. Lekin challenge-da sen qisqa o'rganasan, asoslarni bo'lsa, taxminan aytaylik, 2 haftadan keyin asosiy kurslarimiz ochiladi. O'shanda sen qo'shilib o'rganishing mumkin bo'ladi deb turib, bunga sotuvga yo'naltiringlar. Tushunarlimi? Ya'ni bir vaqt o'zida ham qiymat beringlar va o'sha vaqt o'zida sizlardan kurs yana sotib olish mumkinligini tushuntiringlar. Tushunarlimi? Lekin norozi bo'lib qolmasin. O'sha holatda norozilik kayfiyat keltirib qo'ymanglar. Asosiy bergan offerlarning ustidan chiqinglar va davomini keyinchalik sotib olib to'ldirishlar mumkinligini darslar o'rtasida aytib ketinglar. Keyin narsa nima? Narxlar qimmat bo'lmasin, sotib olishga qulay bo'lsin. Odam ko'rdi, narx ko'rdi, ikkilanmasin, to'lov qilsin. Ikkilanib qoldi, bu Trivar mohiyatini yo'qotib qo'yadi. Ya'ni bo'ldi, zo'r, vav, juda arzon narx ekan, sotib olaman degan paytda kelsin. Tushunarlimi? Narxi arzon qilgandan ko'ra offerlarni ko'paytirganingiz ham yaxshi. Qanaqa offer deganda, asosiy kurs offerlari emas. Ular xohlagan qiymatlarni eng o'sha qiziqarli joylarni bo'tga qo'yib qo'yib, eng go'shi joylarni o'tga olib qo'yishingiz yaxshi. Tushunarlimi? Va eng asosiysi bu yerda tezda natijaga chiqishligi kerak. Qisqa muddatda natijaga chiqishligi kerak. Agar bu uzoq muddat bo'ladigan bo'lsa, odamlar sovib qoladi. Agar biz 7 kunlik challenge emas, 2 hafta, 3 hafta qilganimizda odamlar oxirigacha yetib borishligi ham past, NPS tushib ketib qoladi. Yokida odamlar shunchaki qiziq bo'lmay qoladi. Bu narsa nima degani? Oxirigacha bormadi degani, o'z navbatida keyin kursingizdan xabar yo'q degani. Tushunarlimi? Iloji boricha qisqaroq muddatda yaxshi natijaga chiqsin. Va tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz qanaqa tuzganmiz? Bu yerda kurs konsepsiyasi bor. Bu yerda men screenshot qo'yib qo'yganman. Ya'ni qanaqa deganda, xuddi o'shadan kelib chiqib turib, biz kursimizni konsepsiyasini tuzib chiqqanmiz. Ya'ni biz birinchi kun nima qilamiz, ikkinchi kun nima qilamiz? Tushunarlimi? Mana to'liq aynan biz formatini challenge'imiz Telegram kanalida bo'lgan, yopiq kanalda bo'lgan. O'sha yerda oldindan konsepsiyasini yozib chiqamiz. Ya'ni qadamma-qadam rejasini tuzib chiqamiz. Men o'ylayman, hozir Trivar haqida tushunchaga ega bo'ldinglar. Aynan Trivar kurs, flagman kurslarni farqlarini tushunib oldinglar va metodologiya haqida umumiy tushunchaga keldinglar. Keyingi bosqichda biz sizlar bilan analiz qildik. Metodologiyamiz tayyor. Endi biz shu narsani marketing sekin yo'lga qo'yishimiz kerak. Nima qildik biz bu yoqda? Birinchisi bu eng muhim narsa nima? Ekspert raspakovka qilish. Keyin nima narsa? Influence marketingdan foydalandik, keyin content marketing, YouTube'da podkast qilganmiz, bundan tashqari programmlardan aktivni foydalanganmiz. Demak, raspakovka nima uchun muhim degan narsa. Ko'pchilik shu narsadan foydalanmaydi. Hamma ekspertda o'zining ustunligi bor. Aynan nimadir sohada ustun. Challenge offerlarga bo'lsa shu narsani qo'shamiz. U bo'lishi mumkin istalgan narsa. Oldin qilgan кейslari yoki qanaqadir u sertifikatlarga ega. Tushundingizmi? O'sha narsani raspakovkada to'liq ochib oling. Ekspertizni yana ham chuqurroq o'rganing ekspertlik darajasini. Va o'zingiz uchun bilgan ustunlik taraflarini offerlarda ishlatib, yana ham insonlarning ishonchini qozonishga harakat qiling. Demak, raspakovkada nima olasiz deganda, ekspert raspakovka qilasiz, to'liq o'zini shaxsiyatini ham, ekspertligini ham, o'quvchining кейslarini yig'ishni boshlaysiz. Nechta o'quvchisi bor, qancha natija chiqqan, qancha muddat natija chiqqan, iloji boricha screenshotlari hammasi to'plab boringlar.
Paragraflar uchun infopovodlar ishlab chiqish boshlaysizlar. Shu narsa bo'lgandan keyin shu narsa bo'ldi degan narsalar bo'yicha content marketing ishga tushish boshlaydi. Ya'ni reelslarimiz, Telegram postlar hammasi ishga tushish boshlaydi shu asosida. Va keyingisi nima? Webinar uchun storytellinglar chiqish boshlaydi. Ya'ni webinar trivardan bo'ladi. Nima uchun webinar kerak trivar degani? Oddiy logika. Trivar oxirida asosiy kurs sotasiz-ku, uni ham webinar formatida sotasiz. Как o'sha aytaylik, webinar formatida qanaqa varanka bo'lsa, bu yerda ham shunaqa. Qanaqa qilib webinar olib kiraman degan narsa eng oxirgi darsimiz sizlar bilan jonli tarzda bo'ladi. Challenge sarhisob qilamiz sizlar bilan, umumiy o'rtoqlashamiz, yana bir marta gaplashamiz, efirga kiringlar degan holat aytasizlar va challenge pulli bo'lganligi uchun axlatlar balandroq bo'ladi oddiy qaraganda. Ya'ni bepul bo'lsa axlatlar tushib ketyapti, hozir ko'pchilik shu narsani aytib keladi oldimizga ham. Axlat tushib ketyapti, efirga kirmaydi deydi, lekin bunaqa holatda bo'lsa pul to'lab qo'yganligi uchun katta auditoriya kiradi. Ya'ni pulli bo'lganligi uchun birinchi navbatda fokus qaratadi. Ikkinchi navbatda o'sha sizni qaysi paragraflaringiz, sizni kanalda manoda kontentlaringiz yoki umumiy berayotgan har qanday ma'lumotingiz ular uchun qiymatga ega bo'lish boshlaydi. Tushunarligi? Demak, ikkinchi narsa nima? Bizda influence marketing. Influence marketing qanaqa deganda blogerlardan foydalanishlik. Demak, biz 47 ming so'mlikni bir necha blogerga berib foydalanib ko'rganmiz. Bizning asosiy segmentimiz tepada aytdim, segmentatsiya qilib qo'yadi degan narsa. O'z job studiyadan aniq edi. Bizda 98% atrofida adashmasam ayollar edi. Ekspertdan ayol kishi bo'lganligi uchun. Demak, biz ayol blogerlarga keyin reklamalar berganmiz. Bu yerda men bittasini qo'ydim. Shu Fokusna by Sevara degan Sevara padan reklama olgandim. Ulardan birinchi stories reklama olib ko'rdim. Zo'r ishladi. Storiesga qo'yildi. Ya'ni kichik 2 kunlik paragraf yozib berdik. Shunday qo'ydik. Birinchi kunda o'zim ham xursand bo'ldim. Nima deganda? Stories qo'yildi, link qo'yildi. Storiesga bergan pulim to'liq oqlandi. Stories adashmasam o'sha vaqtda $500 sotib olgandik. $500 o'zi oqladi. Keyin ikkinchi marta stories oldik. Keyin post oldik. Adashmasam ikkita stories, bitta post olganmiz. Post ko'rishlar mumkin. Kollaboratsiya qilganmiz va shu yerda mana kommentariyasini ko'ringlar. 8300 ta odam aynan shu lead magnet ulanganda, Trivarga qo'shilish haqida 8300 ta odam shu nima desa bo'ladi, maqsadli mijoz sifatida qo'shilgan. Ya'ni o'sha challenge qo'shilish uchun o'sha kalit so'zni yozishgan post o'ziga. Tushunarli? Ya'ni influence marketingdan foydalanganmiz. Bitta shu Fokusna by Sevara emas, ko'pchilikdan foydalanganmiz. Aniq spetsikasi yo'q. Telegram kanallariga ham reklama berganmiz. O'sha har xil Telegram kanallari bor, ayollar auditoriyasi bor. Hammasiga matn shaklida reklamalar berib, hammasiga alohida link berib ketganmiz. Hamma ekspertga alohida linki bor. Kimdan qancha inson kelyapti va qancha sotib olyapti, hammasini o'lchab borganmiz. Yaxshi ishlaganlarga qaytadan reklama berib, yana ham to'ldirib borganmiz. Ya'ni nima demoqchiman? Faqat target o'ziga emas, ya'ni boshqa varonkalarni ishlatib, influence marketing yoki content marketing ishlatib, biz challenge'imizga ko'proq insonni jalb qilishga harakat qilganmiz. Keyin narsa bizda content marketing nima uchun kerak degan narsa. Bu aynan shu ko'pchilik bilgan Instagramga post qo'yishlik. Bu narsa nima? Challenge'da target chiqishdan oldin yoki umuman influencerga chiqishdan oldin ketma-ket reelslar qo'yiladi. Sababi nima deganda, axlat bitta oshirib olasiz. Ekspert yuzi bitta yaxshi aylanib olgandan keyin reklamalaringizni narxi tushib boshlaydi. Ya'ni bitta kassanani reels orqali qilib olamiz. Ekspertning bitta ochib olinadi bu yerda o'zida. Shundan keyin biz reklamalar berish boshlaymiz va biz o'rtada YouTube'ga podkast qilganmiz. Sohada yana bitta doktor, aynan shu Banopani tanishlari ekspert sifatida kelgan va ular bilan podkast qilingan. Bu yerda ham ularning auditoriyasi tortilgan. Bu yerda ham undan tashqari Banopani o'zidan ham ekspertlik yana bir karra ochilgan shu yerda o'zida. Bu yerda ham YouTube'da ham juda sodiq auditoriya bor. U yoqdan ham zo'r sotib olishadi. Albatta YouTube'ga ishlash boshlaydi. O'shunchadan hozir men YouTube'ga ishlayapman. Keyin narsalar bizada aynan paragraflarimiz. Stories o'zida paragraflar qilingan, Telegram o'zida paragraflar qilingan. Bundan bitta ochib chiqmoqchi edim, lekin qarasam uzun bo'lib ketib qolar ekan. Bir necha bosqichlardan iborat bu yerda ham paragraflarimiz bor. Oldindan yozilgan bo'ladi. Telegram uchun bu yerda paragraflarimiz, ya'ni oldindan paragraflar yoziladi va shu o'zida blogdagi bor auditoriyaga ham paragraf orqali sotiladi. Nima demoqchiman? Marketing bitta vaqt o'zida deyarli hammasi ishlash boshlaydi. Ya'ni ham blog ishlayapti, ham target ishlayapti, ham influence marketing ishlayapti. Ya'ni Telegram kanalidagi kanallardan aktivlar tortib olamiz. Shu holatda hammaga teng berib, hammasiga alohida link berib, qaysi bizda yo'limiz yaxshi natija bersa, o'shanga ko'proq e'tibor berib, ya'ni dars yurish boshlaganmiz. Lekin baribir eng yaxshi natijani albatta target olib kelgan. Asosiy natijani ham baribir target orqali kelgan bizda. Va oxirgi bosqich bizda bu sotuv jarayoni. Aynan shu bosqich ko'pchilikga qiziq tuyuladi. Nimaga deganda, ko'pchilik o'ylaydi, bo'ldi 700 ta. Qanaqa qilib pul tushirib olasizlar degan narsa. O'zimizga ham shu narsa boshida ozgina muammodek tuyulgan. Bizda bir necha variantlar bo'lgan. Qanaqa variantlar deganda, demak bizda nima degan? Birinchi narsa hamma bilgan an'anaviy usul.
Ya'ni sotuvchidan foydalanishlik. O'ylaganimiz boshida lid tushiramiz, lid tushgandan keyin sotuvchi aloqaga chiqadi va sotadi. Shu narsadan foydalanmoqchi bo'lganmiz, keyin bu yerda umuman tushmaydi. Ko'p ham o'ylab o'tirmaganmiz. Aslida birinchi variantimiz shu edi. Sabab nima deganda, Trivard tepada aytdim. Ya'ni nima deganda, biz masshtablash uchun ishlatamiz bu narsani. Masshtablasha olmasangiz, bu Trivard bo'lmay qoladi. O'shuning uchun biz sotuvchidan foydalana olmaymiz. Masshtablashmoqchi bo'lsangiz, ko'proq sotuvchi, ko'proq texnika, CRMlar, fiks xarajatlar ko'payib ketib qoladi, arenda xarajatlar. O'shuning uchun o'z navbatida sotuvchi bu yerdan chiqib ketib qoladi. Ikkinchi narsa nima degani? Bu call center. Qanaqa degani? Biz demak call centerga odam qo'ysak bo'lardi va sotib olayotgan paytda kimdir o'zi sotib oladi yokida sotib olishda qiynalsa, call centerga telefon qilib, ulardan yordam so'raydi. Yokida qanaqadir savollar bo'lsa, qo'shimcha savollar berishligi mumkin degan ma'noda call center qo'ymoqchi bo'lganmiz. Bu ham ortiqcha xarajat, odamlar javob bera olmay qoladi. Biz boshida qo'yib ham ko'rdik, call center nomerlar berib ham ko'rdik. Call centerga nomer ham ko'payib ketib qoladi, kiruvchi qo'ng'iroq ham ko'payib ketib qoladi. Ammo bu ham bu yerdan bardak tushishni boshlaydi. O'shuning uchun bu narsani o'zi bo'lgan, ikkita call center qoldirib qo'yganmiz, ikkita ham, 3 tadan qolgandi, lekin ularning vazifasi o'z navbatida javob berishni olib tashlaganmiz. Ya'ni nima deganda, to'liq avtomatlashtirishga harakat qilganmiz sotuv jarayonini. Keyingisi bu adminlar bo'lgan. Ya'ni qanaqa format bu? Ko'pchilik o'ylaydi shu yerda. Admin deganda Telegram link qoldirib qo'yaman, adminga chek tashlang, sizga link chiqarib beradi degan nima deb bo'ladi? Yo'riqnoma beradi. Bu ham noto'g'ri narsa. Boya aytganimdek, masshtablashmoqchimisiz? Odam faktorini olib tashlash kerak bo'ladi. Bo'lmasa masshtablasha olmaysiz. Agar siz masshtab bilan bu yerda odam hajmi, xarajat hajmi teng kattalashib borsa, masshtablash bo'lmaydi. Bu yerda ham chegara bo'lib qoladi. Chegara ham investitsiyaga borib taqalib qoladi. Ya'ni o'z navbatida katta ofis ola olmay qolasiz, bo'ldi, masshtablasha olmay qolasiz. Tushunarligi, demak biz adminni olib tashlaganmiz va boshida Telegram bot test ko'rmoqchi bo'lganmiz. Test ham qilganmiz. Birinchi 2 kunlikdan bot turgan. Ya'ni nima deganda, botga link yuboradi, keyin botdan tasdiqlash knopkasini bosib turib kirib ketadi degan narsa o'ylaganmiz. Buni ham qilgandik. Bot Telegram botda ham 7700 tani 10 kun sotganimizdan keyin tasavvur qilsalar bo'ladi, bir kunda o'sha 1000 ga yaqin zapros, 1000 dan ortiq zapros bo'ladi. Ya'ni 1000 dan ortiq inson qiziqish bildiradi. Bu paytda bot ishlamay qolgan bizda. O'sha Telegramda o'zining serverini qanaqadir limitlari bor. Bitta vaqtda o'zi ko'pchilik yozib olsa ishlamay qoladi. Demak, bot ham bunaqa holatda ishlamay qoladi. Hammaga teng javob bera olmay qoladi va bizda eng to'g'ri yo'l bizda avtobaronka deb to'xtaganmiz. Demak, avtobaronkadan qanaqa foydalanganmiz, shu narsani hozir ochib beraman. Demak, bizda hamma bilgan narsa ketma-ketligi nima? Target ko'radi, saytga kiradi, saytda VSL video chiqadi. VSL videoda to'liq challenge nimadan iborat? Nima uchun to'liq qilishi kerak? Nima kutuvlari bor? Ya'ni adminga beradigan savollarni VSL orqali javob oladi. Tushundingmi? VSL video qo'yilyapti saytga. VSL videoda oxirida to'liq qilish tartibi tushuntiriladi. Ya'ni hozir pastda ro'yxatdan o'tish knopkasi bor. O'tasan, chek yuklash joyi chiqadi, chekini yuklaysan, yuborish bosasan va senga link chiqadi. Link orqali qo'shila olasan degan xabar chiqadi va shuni ustiga bosib turib, kanalga qo'shilasan degan yo'riqnoma beriladi. Ya'ni to'liq VSL. VSL ma'nosini video sales letter degan. Ya'ni videolar orqali sotuv varonkasini tuzib chiqasiz. Demak, VSL ko'rgandan keyin to'lov pechga o'tyapti. To'lov pechi ham juda oddiy. Kart raqam turadi, oladi, to'lov qiladi, chekini yuklaydi, bo'ldi. Keyin link chiqarib beradi. Linkda ham shu Telegramda botlar bor. O'zi kimdir uchun bu narsa hozir qiyin tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin istalgan dastur chiqib bera oladi va bu narsa juda qimmat ham turmaydi. Bilmayman qanchaga bitadi hozirgi kunda, lekin juda arzon. Bizning holatimiz juda arzonga bitadigan narsa. Nima demoqchiman? Oddiy dasturchi qiladigan narsa, xuddi montajyorga montaj qilish oddiy ishdek bo'lgan kabi, ya'ni siz montaj qilish sizga qiyin tuyulishi mumkin, aytsam hozir, lekin dasturchi qilib turib tushunarli bo'ladi. Bo'ldi, video qo'yib beraman. Deydi, to'lov chiqqandan keyin link chiqish kerak ekan deydi, bo'ldi. Даже ko'pchilik tildani ham qo'yadi. Ya'ni tildani o'zida ham qilsa bo'ladi bu narsani. Faqatgina shu kepcha chiqib qolishligi mumkin. Mayli, nima demoqchiman? Linkda bo'lsa, Telegramda botlar bor. Bir 1000 ga yaqin linkni shunaqa generatsiya qilib beradi. Sayt bo'lsa ketma-ketlikda linklar beraveradi. Va oxirida chek yuklaydi. Chek yuklagandan keyin Telegram uchun linkni yuborib beradi. Shu yerda o'zi aytishlari mumkin, fake chek yuborishi mumkin degan narsa bo'lishi mumkin. Bizda ham bo'lgan fake cheklar. Endi nima qilasizlar? O'zi bu narsani aniqlasa ham bo'ladi. Qanaqa qilib degani, sizda to'lov qilgandan keyin ism, familiya, nomer va to'lov cheki turadi. To'lov chekini ko'rib chiqib qanaqadir noto'g'ri rasm bo'lsa, shu insonni link orqali kirib chiqarib tashlasalar bo'ladi. Endi bu narsa qaysi ma'noda bizda o'zi aslida nima desa bo'ladi? Trivarddan maqsad segmentatsiya qilishlik edi, kim sizga qiziqish bildirishligini aniqlab olishlik edi, masshtablashishlik edi maqsadimiz. O'shuning uchun men chiqarib tashlamaganman va bunaqa insonlar deyarli bo'lmagan bizda. Aniq adashib ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin 95% dan yuqoriroq edi, 98% atrofidami odam soni bilan summa bir xil chiqqan deyarli. Ya'ni odamlar
offerni ko'radi, to'lov summasi kichkina bo'lganligi uchun aldamaydi deyarli. O'shuning uchun ko'ngil xotirjam qilib turib, link generatsiya qilsanglar bo'ladi. To'lov chek yuklagandan keyin. Tushunarligi? Endi bir olsa ham bo'ladi. Agar ko'ngillar bo'lmayotgan bo'lsa, kirib chiqarib tashlanglar bo'ladi bu narsani ham. Lekin bu narsaga biz upor bermaganmiz, sababi bizni challengeimiz ko'proq inson ko'rishligi muhimroq edi, balki o'shalar orasida katta kurs sota oladiganlar bordi degan holatda biz chiqarib tashlamaganmiz. Hozir sizlarga o'sha aytgan narsalarimiz qanaqa tartibda qilganimizni ko'rsataman. Mana target videosi bor. Target videoning tagida har doim bilganinglardek podrobniy knopkasini bosadi, saytga kiradi. Saytda bo'lsa mana ikkita variant qoldiryapman. Ya'ni bu asosiy offer mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Keyin mana yerda oq turgan joy turibdi. Shu oq turgan joyda VSL video turadi. Oldingi challenge natijalari bo'lsa qo'yiladi. Bu o'tgan natija bo'lsa va challenge kimlar uchun yozilyapti. Ro'yxatdan o'tish bosgandan keyin keyingi pejga o'tib to'lov qilib, chekini yuklab turib kanalga qo'shila olishi mumkin bo'ladi. Va shu tartibda biz aytganimdek 7795 ta insonni challenge-ga qo'shganmiz. 7700 desak, umumiy yuklayotganda va undan keyin biz yuqoridan aytdim, oxirida asosiy kursga offer berganmiz. Ya'ni keyin kursimiz ham bo'lgan, tushirgan pulimizdan bepul darslik sifatida kattaroq masshtablashtirib bitdi. Aytganimdek 60 mingtadan ko'proq insonni jalb qilib, keyin katta kursimizda sotuvni amalga oshirganmiz. Demak, umumiy yuklayotganda shu Trivar shunaqa foydalanganmiz biz. Men o'ylayman, ko'pchilik tushunarli bo'ldi bu narsa. Yana qaytarib aytaman, bu infobiznesda bitta bir qismi. Faqat shundan foydalanish shart emas. Trivar zo'r varonka aytganimdek, nima uchun ishlatish kerakligini ham tushuntirdim. Mohiyatini tushuntirdim. Videoni boshida aytganimdek, infobiznesda juda ham ko'plab varonkalar bor va Trivar o'shalarning bir qismi. Boshdan aytdim, o'zimiz boshqa varonkalardan, aynan webinar varonkasidan rekord darajada sotuvlarni amalga oshirganmiz. Eng katta daromadlarni ham aynan webinar varonkalar orqali qilganmiz. Lekin aytgandek, buni ham o'zini ishlatadigan joylari bor. O'shuning uchun bilib qo'yganlar yaxshi. Hozir butun razbor ko'rgan bo'lsangiz, sizlarni tabriklayman. Ozmi, ko'pmi qiymat bera oladim deb o'ylayman. Lekin bu shunchaki mohiyat xolos. Nima demoqchiman? Nimalar qilganingiz haqida aytdim. Nimaga ahamiyat berishingiz kerakligini aytdim. Lekin bu to'liq degani emas. Nima demoqchiman? Demak, bizni kosmonavtda aniq texnikalar borki, o'sha narsalar bizni qiymatga olib chiqadi. Ya'ni nima demoqchiman? Shuni o'zimdan to'xtab qolmang. Imkon qadar qilayotgan ishlaringizni mohiyatini ko'proq tushunishligiga, aynan nima sizga natija olib kelayotganligini tushunib olishga harakat qiling. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, men sizni tabriklayman. Sababi bilmayman hozir qancha vaqt davom etdi. To'g'risi men charchamadim. Tushuntirib maza qildim. Agar siz ham foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyga yozib keting. Lekin shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz va meni anchadan beri kuzatayotgan bo'lsangiz, siz uchun yana bitta o'zimni loyihami taqdimotini qilib bermoqchiman. Bu ko'pchilik uchun menimcha tushunib yetdi. Aynan o'zimni mentorlik kursini taqdimoti. Blogimda anchadan beri kuzatayotganlar bo'lsa biladi, o'zimni mentorlik dasturim bor. Bu yil birinchi marta mentorlik o'tdim. Aynan sohada 4 yildan beri aynan ta'lim sohasida ishlayotgan bo'lsam, mana shuncha ekspertlar bilan ishlab, bir necha milliard so'mlik sotuvlar qilgan bo'lsak, birinchi marta mentorlik ochsam, to'g'risi bu narsa o'zimga ham yoqdi. Va hozirgi kunda o'quvchilarim bilan yana boshqa loyihalardan ishlayapmiz. Ular orasida masalan Halida Min degan ekspert bor. Ular bilan Halida Abdurahmonova oldin o'zimda ekspert bo'lganlar. Keyin undan keyin kursimga yozildilar. Kursdan keyin o'zlari prodyuser paysiga chiqdi. Kirib ko'rishlari mumkin. Halida Min degan qiz. Hozir o'zlarining ekspertlari bor. Madina Nigmatullayeva degan psixolog bilan ishlayaptilar. Ularni ham hozir zapusklar ketyapti. U yerda men kuratorlik qilyapman. Undan tashqari mana Azamat degan o'zimizni o'quvchilarimiz bor. Ya'ni ular hozir ham zapusk qilyaptilar, ham men loyihalarimda hamkorlik qilyaptilar. Ya'ni tashkiliy momentlarni yopib beradilar bizni ko'p loyihalarimizda. Ya'ni undan tashqari o'zi yana bitta xursand qiladigan narsa, Doniyor Abdug'aniyev ham aynan meni mentorligimni o'qib chiqdilar birinchi patogimda. Ya'ni nima degani, o'zim ishlagan ekspertlarim o'zimga ishonch bildirib, birinchilardan bo'lib yozilishdi. Albatta bu narsani emotsiyasi boshqacharoq bo'lar ekan. Yana ham qizroq bo'lsa, Doniyor aka bilan biz noldan ish boshlaganmiz. Даже Instagram akkauntlari men nomimga ochilgandi. 0 akkaunt ko'tarib, bir yil ichida ularda ham 1 milliardga adashmasam sotuvlar amalga oshirganmiz. 1 milliarddan ko'proq. Ya'ni adashmasam shunaqa edi. Bu 2023-2024-yilda bo'lgan kes. O'shuncha raqamlar ochib qaramagandim hozir, taxmin aytaman sizlarga. Ya'ni agar bu ham qiziq bo'lsa, buni ham razbor qilib beraman sizlarga. Ya'ni nimalarga e'tibor berdik, content marketing nimalarga e'tibor berdik, nima varonkalar ishlatdik. Ya'ni 0 ekspert, ya'ni blogi yo'q insonni olib chiqib, sohada top paysiga olib chiqib, o'sha milliard so'mlik sotuvlar amalga oshirishimizga nimalarimizga sabab bo'ldi, o'shalar haqida razbor qilib beraman agar sizlarga ham qiziq bo'lsa. Demak, ular ham meni mentorligini o'qib chiqdilar o'quvchi sifatida. Undan tashqari bir necha o'quvchilar bor. Ibrohim degan o'quvchimiz bor. Ular bo'lsa, aynan
ko'pchilik bilgan N-Factor loyihasida u yerda prodyuserlik qilyaptilar. Aynan ular ham mani kursimni o'qib chiqdilar. Hozirgi kunda u yoqda ham men o'sha bosh kurator formatida kirdim. Hozir ham aynan savollar bo'lsa, ular bilan ishlab turamiz. Ya'ni nima demoqchiman? Birinchi potokda o'zida ham ishlagan, natijaga chiqqan o'quvchilar bor. O'zi Instagramda taniganlar bo'lsa, Instagramda mentorlik degan highlight bor. O'tib kirib, kurs haqida yana batafsil ma'lumot olishlar mumkin. Agar sizlarga yana ham qiziqroq bo'lgan bo'lsa, hozir mentorlik haqida qisqacha tushuntiraman. Keyin oxirida bo'lsa albatta link beraman. Agar qiziq bo'lgan bo'lsa, oldindan maxsus taklif bilan aynan mentorligimga qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha aniq emas qachon boshlanishligi yoki qachon qabul ochilishligi, lekin shu o'zida men oldindan yozilishni tashlab ketmoqchiman. Qachon qabul ochilayotganida sizlarga birinchidan bo'lib aloqaga chiqaman va agar ma'qul topgan bo'lsanglar, albatta birgalikda ustoz shogird formatida ish davom ettirishimiz mumkin. Demak, bizda mentorlik qanaqa bo'ladi deganda, 2 oylik kurs, bu yerda offline formatdagi kurslarimiz bor va u yerda bizda asosiy 11 ta darsim bor. U yerda aynan zapuskda Adan Yagacha imkon qadar hamma bilimlarni birma-bir tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni xohlardimki, shu mentorlikdan keyin boshqa aynan infobiznes haqida savollar qolmasligini xohlagan bo'lardim. Agar yana ham qiziqroq bo'lgan bo'lsa, o'sha highlightga o'tib, o'quvchilarni ko'rib, ularga savol berib, yana ham ma'lumot olishlar bo'ladi. Demak, bizda ham amaliy, ham nazariy darslar bo'ladi. Qanaqa deganda, nazariy darslar beriladi. Undan tashqari bizda asosiy darslardan tashqari workshop va mastermindlar bo'ladi. Nima degani bu? Bizda dars o'zida sizlar o'tirib mastermind formatda, ya'ni ham nima desa bo'ladi, o'zlarini hech bo'lmasa bitta muammolarga yechim topib ketasizlar. Ya'ni kursdoshlar bilan o'tirib, bitta zaпрос o'rtaga tashlanadi va qolganlar aynan shu zaprosda o'zidan kelib chiqqan holatda, tajribasidan chiqqan holatda to'g'ridan-to'g'ri yechim berishadi. Va shu holatda siz o'zingiz hech bo'lmasa bitta muammoyingiz yechim topib ketasiz. Workshopda bo'lgan bo'lsa, aynan darsdan keyin bitta vazifa beriladi. O'shni shu dars o'zida bajarib, topshirib, keyin amaliyotda qo'llashga kirishinglar mumkin bo'ladi. Undan tashqari bizda bonus darslarimiz bor. Asosiy darsdan tashqari bonus darslarimiz bor. Mehmon spikerlar bor. Sohadagi eng oldi ekspertlarni chaqirishga harakat qilaman. Ular masalan Anvar Baxtiyorov, Humoyun Sobirov, Gulruhoyim Yusupova va shu kabi prodyuserlar bo'ladi, xudo xolasa. Ulardan ham siz amaliyotda ishlatayotgan texnikalarni olib, ulardan ham qo'shimcha bilimlar olib, yana ham bilimlaringizni boyitishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik bilan ham taniydi, sohada aynan anchadan beri bor kuchli mutaxassislardan biri. Undan tashqari kurs davomida har bir o'quvchi bilan birga-bir sazmonlanib bo'ladi. Nima degani bu? Sizlarni loyihalarga kirib, o'zim kirib, razbor qilib, sizlarga to'g'ri strategiya chizib beraman, xudo xolasa. Ya'ni birga-bir, xudo xolasa, ishlash imkoniyatlar bo'ladi. Va mentorligimni o'zim yoqqan eng zo'r ustunligidan biri bu kurs ichida berilgan bilimlarni tayyor qo'llanma materiallari bor. Ko'rishinglar mumkin. Deyarli har bir darsga tayyor qo'llanmada ishlab ketganman. Ya'ni bu istalgan masalan nima konsept savollari bor kelganda nima savollar berishlik kerak yoki mana qanaqa tartibda biz savol javob qilamiz, shu yerda o'zi tayyor yozib ketasizlar. Bu narsa o'quvchilarga beriladi. Ya'ni shu yerda o'zi to'ldirib, qo'llanma materiallardan foydalanib, o'zi uchun ishlatishligi mumkin bo'ladi va yana bitta ustunlikdan biri bu o'zim ishlayotgan soha mutaxassislarini kontaktlarini beraman. Ya'ni biz ishlayotgan narxda biz berayotgan offerlarni qilib berishadi. Ya'ni bozorda networking bo'ladi sizlar uchun. Undan tashqari biz olayotgan narxlarda deyarli o'sha narxlarda olishlar mumkin bo'ladi. Ya'ni pulinglarni tejab qolasizlar va yaxshi sifatli ishlarni olishlar mumkin bo'ladi. Ya'ni bu aynan o'quvchilar uchun qo'shimcha qulayliklar. Demak, asosiy darslar nimalardan iborat deganda 11 ta asosiy darsimiz bor. Birinchi darsimizda biz muvaffaqiyatli zapusk strategiyasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni zapusk umumiy aytganda fail bo'lmasligi uchun, aynan muvaffaqiyatli bo'lishi uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Hammasini ko'rib chiqamiz. Undan tashqari yillik maqsad qo'yish, aynan smart maqsadlar qo'yishlik, dekompensiyalar haqida shu o'zida gaplashamiz, film modelini tuzish haqida gaplashamiz. Eng kuchli, og'riqli mavzulardan biri film modeli. Ya'ni zapusk qilasiz, lekin sizda pul qolmaydi. Yoki xarajatlaringiz ko'payib ketib qoladi. Film modelini yo'qligini sabab. Hammasini birinchi darsda ko'rib chiqamiz. Ikkinchi darsi bo'lsa, analizlarga to'liq chuqurlashamiz. Qanaqa deganda, shu job CV-dan to'liq o'rganamiz, kastev, SWOT analizlari, raqobatchilar tahlili hammasini ko'rib, qanaqa ishlatamiz, hammasini ko'rib chiqamiz. Nimalarga e'tibor berish kerak, xudo xolasa o'sha dars o'zida to'liq ko'rib chiqamiz. Keyin darsda bo'lsa biz aynan ekspert topish haqida gaplashamiz. Prodyuser bo'lsangiz, agar o'z ekspertingiz bo'lsa, ekspert bilan to'g'ri shartnoma qilishni tushuntiraman. Agar siz ekspert bo'lgan bo'lsangiz, prodyuser bilan shartnoma qilishni tushuntiraman. Ya'ni shartnoma shartlari, qanaqa ishlashi kerak, to'g'ri ekspert topish, filtrlar haqida. To'liq shu dars o'zida umumiy hamkorlik haqida savollar qolmasligi kerak. Keyin darsi bo'lsa, biz aynan shaxsiy brend va content marketing haqida gaplashamiz. Doniyor akaning keysini aytdim, noldan akkaunt ochib, biz shu sotuvlar qildik, milliard so'mga atrofida sotuvlar qildik.
nimalarga e'tibor berdik, undan tashqari o'zimni SMM agentstvoman bo'lgan, bir necha SMM loyihalar bilan ishlaganmiz, shaxsiy brend loyihalari bilan ishlaganmiz. Ya'ni content marketing nima o'zi aslida, influence marketing nima, nimalarga e'tibor berishlik kerak, qanaqa kontentlar qilsak sotuvlar amalga oshadi. Shu haqida shu darsni ko'rib chiqamiz. Keyingi darsda progrefflar, progreff umumiy Telegram, Instagram, qayerda progreff bo'lsa, hammasi progreffdagi asosiy 8 ta qadam haqida gaplashamiz. Infopodlardan foydalanishlik, undan tashqari triggerlar bor. 34 ta trigger tayyorlab qo'yganman. Hammasini ichiga birma-bir kirib chiqamiz, xudo xolasa. Ya'ni shu dars o'zida umumiy kurs haqida tushunchasi yo'q insonlarni qizdirib, kurs haqida savollar beradigan auditoriyaga aylantirish haqida gaplashamiz. Va 6-darsim o'zimga eng yoqqan darslardan biri. Bu tizimlashtirish haqida bo'ladi. Mani kuzatayotganlar bo'lsa bo'ladi, tizimlashtirish haqida alohida spikerlik ham qilaman. Ya'ni bir marta даже tadbirkorlarga borib tizimlashtirish haqida dars o'tganman. Sababi nima deganda, Zapusk ham bitta katta biznes. Masalan, ba'zi loyihalarda 30 dan ortiq inson ishlaydi. Ya'ni 30 ta insonni bitta vaqtda o'zingiz boshqarishingiz qiyin bo'ladi, tizimlashmasa agar. Demak, o'zimiz olgan bilimlarimizni to'liq shu tizimlashtirish darsida ko'rib chiqamiz. Nimalar ko'ramiz deganda, aynan tizim tushunchasi nima uchun kerak degan narsa, to'g'ri xodim tanlash, ularni to'g'ri ishga olishlik, to'g'ri ularni filtr qilishlik. Bu yerda ham o'zining unaqalari bor, texnikalari bor. Undan tashqari orchestration degan narsa bor. Ularni boshqarishlik, SOPlar tuzishlik, to'g'ri KPIlar tuzib chiqishlik, umumiy jamoa haqida to'liq ko'rib chiqamiz shu dars o'zida. Keyingi darsimiz bizda bu trafik darsi bo'ladi. Ya'ni Zapusklarning eng og'riqli joylaridan biri bu aynan trafik. Biz hozirgi kungacha bir necha marta ishlagan bo'lsak, trafik bizning eng ustuniy taraflarimizdan biri. Facebook'imda adashmasam, o'zim Facebook'imda $60,000 dan ko'proq pul adashmasam targetga ishlatganmiz. Ya'ni boshqa target Facebook'dan qo'shmaganda. Ya'ni nima demoqchiman, biz aktiv foydalanamiz va biz screenshotdan tashlab qo'yib ketaman. Odatda biz targetlarimiz arzonroq tushadi. Aynan digital sohada boshqa sferalarda 30 sentdan 40 sent tushayotgan paytda bizda aynan 15 sent, 10 sentdan tushgan holatlar ham bo'lgan. Va ko'p hollatlarda aynan trafik mavzusida ham o'zim nima desa bo'ladi, speaker qilayotgan joylarim aynan trafik mavzusi o'zimizda eng kuchli taraflarimizdan biri bo'lganligi uchun buni ham alohida dars sifatida o'tib beraman. Keyingi darsimiz bu aynan metodologiya. Hozir bilan qisman ko'rib chiqdik, lekin bu hammasi degani emas. Metodologiya, ya'ni insonlar sotib olish xohlaydigan produkt tanlashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni insonlar nima uchun pul to'laydi? Ya'ni nima deganda, bu alohida dars o'zi aslida, alohida kurs shu narsani bitta dars tushuntirishga harakat qilaman. Nimalarga e'tibor berish kerak? Kursda 4 asosiy prinsiplari bor. Hammasini birin-ketin ko'rib chiqamiz va effektlar berishlik, to'g'rimi? To'g'ri narxlab qo'yishlik, narxlab psixologiyasi hammasiga birin-ketin kirib ko'rib chiqamiz va 9-darsimiz bo'lsa, bizada samarali vebinar o'tkazish texnikalari bo'ladi. Ya'ni vebinarda bo'lyapti, qanaqa to'g'ri o'tkazishimiz kerak. Uni ham strukturasi bor. To boshlanishidan tugagungacha ekspert o'zini qanaqa tutishi kerak, prodyuser uni qanaqa aylantirishi kerak, hammasini ko'rib chiqamiz. Ichida o'sha open bilan ishlashlik, content qismidan sotuvga o'tishlik va shu kabi holatlarni to'liq birma-bir ichiga kirib tahlil qilib chiqamiz. Va bizda 10-darsimiz bu sotuv voronkalari. Hozir bilan triggerlar ko'rib chiqdik. Undan tashqari bizda yana aytganimdek boshqa voronkalar bor. Upsell, downsell formatlarimiz bor. High ticket produkt sotishlar bor. Ya'ni nima degani bu? Mentally formatni bu high ticket produkt hisoblanadi. Buni qanaqa sotish kerak, qanaqa to'g'ri podacha berish kerak, bu haqida to'liq ko'rib chiqamiz va 11-darsimiz bu sotuv bo'limi qurish darsi. Hozirgi kunda adashmasam 4-chi va 5-marta sotuv bo'limi quryapmiz. Hozir ham jarayonda ketyapti, masalan. Bu dars qachon yuklanadi bilmayman. Masalan, kecha bugun sotuv bo'limi qurish bilan bandmiz. Yangi loyihada sotuv bo'limi 0 dan quryapmiz yana. Bu narsa o'zim ham sotuvdan chiqqanman. Sotuv bo'limi qurish ham qiyin emas. Aynan sotuv bo'limida nimalarga e'tibor berish kerak, hammasini qadamma-qadam ko'rib chiqamiz. Bu 11 darsimiz ketma-ketligi, vaziyatga qarab darslar joyi o'zgarishligi yoki qo'shimcha darslar qo'shilishligi mumkin. Agar siz yana ham batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kurs ichida tariflari bor, narxlari bor. Agar shu joygacha qiziqtira olgan bo'lsam, pastda link qoldiraman. Albatta, link orqali o'tib ma'lumotlaringizni qoldiring. Bu hamma uchun emas, hammani ola olmayman, to'g'ri tushuninglar. Bu aynan level up qilmoqchi bo'lganlar uchun, soha mutaxassislari uchun, Zapusk ichida yurganlar uchun yoki-da targetolog, marketolog yoki umuman shu digital soha vakili va Zapusk o'tmoqchi bo'lganlar uchun. Ya'ni noldan tushuntirilmaydi. Qaysi ma'nodaki Instagram nima deb boshlamayman. Tushundinglar? Instagram nima deb boshlamaydi. Siz hech bo'lmasa blogingiz bor, hech bo'lmasa auditoriya to'plab ko'rgansiz, hech bo'lmasa kamera chiqib gapirib ko'rgan bo'lishingiz kerak. O'shuning uchun hamma uchun bo'lmaganligi uchun ro'yxatdan o'tib ko'ring.